Bu video darsidan keyin risk menejmentdan to'g'ri foydalanishni o'rganasiz. Agarda siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak o'z ustingizda ishlaydigan odamsiz. Choy va qahvalarni tayyorlab oling, обязательно bloknot bilan ruchka esdan chiqmasin. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Agar meni tanimaydiganlar bo'lsa, ismim Hojiakbar, familiyam Hikmatjonov. Trading sohasi bilan deyarli 5 yildan beri shug'ullanib kelaman. 5 yil desa ham bo'ladi o'zi. Demak, darsimizni boshladik. Demak, bugungi darsimizni boshladik. Bugun sizlar bilan o'sha riskni to'g'ri boshqarish to'g'risida gaplashamiz. Birinchi bo'lib, risk management o'zi nimaligi? Ya'ni trading sohasida shug'ullanadigan har bitta inson riskini to'g'ri boshqarishni bilishi kerak. U xoh $100 bo'lsin, xoh 1000, xoh undan ham katta 10 ming, 100 ming dollar kapital boshqaradigan bo'lsa ham, agar riskini to'g'ri boshqara olmasa, по-любому bozorda oxirida zararda chiqaradi. Agarda siz riskingizni to'g'ri boshqaradigan bo'lsangiz, hatto sizda 50% win rate bilan ishlagan taqdiringizda ham siz foydali chiqishni boshlaysiz. Chunki ochayotgan har bitta savdoingiz minimum 1/2 yoki 1/3 satnashenida ochilishi kerak. Endi hamma aytadi, risk management deganda o'sha balansdan kelib chiqqan holda 1% yoki 2% risk qilish kerak deb. Lekin aytishmaydi aynan qancha summa uchun 1% yoki 2% risk qilishimiz kerak. Вот shu narsalarga bugun to'xtalamiz. Alohida o'sha lotlarga, ya'ni qancha summaga siz necha lot ochishingiz mumkin, shular haqida ham gaplashamiz. Demak, bizda birinchisi risk management bu tradingdagi yo'qotishlarni kamaytirish va kapitalni saqlab qolish uchun ishlatiladigan strategiya. Siz har doim o'zingizning kapitalingizni ma'lum bir qismini riskka qo'yib savdoga kirasiz va shu riskka nisbatan qanchadir foyda olasiz. Shu riskni biz bugun to'g'ri boshqarishni o'rganamiz. Birinchisi, nimaga risk management bizda juda ham muhim? 90% yangi treyderlar riskini boshqarmagani uchun o'z depozitlarini yo'qotishadi. Ya'ni sizda xoh $100, xoh 500, xoh $1000 depozitingiz bo'lsin, agarda siz har bitta pozitsiyaga to'g'ri risk qila olmasangiz yoki общий nechtadir сделкangizga siz to'g'ri pozitsiya ocha olmaysiz, o'sha riskka amal qilmasdan pozitsiya ochadigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan tez orada balansingizni o'sha silib qo'yasiz. Bu fakt. Ikkinchisi, hissiyotlarga emas, tizim bo'yicha ishlashimiz kerak. Ya'ni biz trade qilayotgan paytimizda emotsiyaga berilmasdan, prям холодный miyaga qarab turib bozorga analiz qilib savdo qilishimiz kerak. Agarda e'tibor bergan bo'lsanglar, har bitta inson minuslarini foydalaridan ko'ra ko'proq his qiladi, ko'proq emotsiyaga beriladi. Aynan minusda bo'lgan paytida. Shuni hisobiga minusni juda ko'p uzoq tushab turishi mumkin. Ya'ni qancha bozor zarar ketsa, dalifga qo'shishi mumkin, lekin foydani unaqa bo'lmaydi. Foydada iloji boricha tezroq yopishga harakat qiladi, o'sha pulni olishga harakat qiladi odam. Bu narsani iloji boricha nazorat qilishni o'rganish kerak. Qanaqa qilib o'rganamiz? Qanaqa o'rganishimiz mumkin? Biz demoda trade qilib o'rganishimiz mumkin bu narsani. Iloji boricha demo shotda ko'proq praktika qilamiz, ko'proq сделка qilamiz, emotsiyasiz ishlaymiz. Xuddi shu emotsiyasiz tradelarni biz real shotda ham amalga oshirishni o'rganishimiz kerak. Bu narsa hech qachon bittada bo'lmaydi yoki bu narsaga qanaqadir kitob yoki darslar orqali erishishni ilojisi yo'q. Chunki har bitta odamning o'zining psixologiyasi bor, o'zining strategiyasi bor, o'zining emotsiyalarini qanaqa boshqarishini oldindan aytish juda ham qiyin. Endi bu narsaga hammada har xil vaqt ketadi. Kimdadir 6 oy, kimdadir 1 yil, kimdadir undan ham uzoq vaqt ketishi mumkin. Lekin siz qachonki siz mana shu emotsiyalarni yo'qotib trade qilishni o'rgansangiz, keyingina trade'da foydaga chiqasiz. Ungacha siz o'sha 60%, 70% win rate bilan savdo qilganingizda ham risk managementga amal qilmaganingiz natijasida oy oxirida yoki haftaning oxirida minusda yopishingiz mumkin yoki depozitingiz ham qolishingiz mumkin. Ya'ni silib qolish ehtimoliniz ham bor. Shuning uchun ham agar sizda emotsiyalar juda ham kuchli bo'ladigan bo'lsa, birinchisi demo shot ochib iloji boricha ko'proq praktika qiling. Strategiyangizni boshqasini emotsiyasiz trade qilasiz unda по-любому. Undan keyin o'sha realda ham xuddi shu narsani sekin-sekin yo'lga qo'yib borish kerak, etap-etap. Yokida ikkinchi variantda prop shot olish kerak. Prop ham xuddi как demodagi narsa. Iloji boricha emotsiyasiz trade qilishni o'rganishimiz kerak. Har bitta trade bu statistika va raqamlar bizani hech qachon aldamaydi. Siz qilayotgan o'sha pozitsiyalaringiz, misol uchun win ratelaringiz 60-70% bo'lgan taqdirda ham riskni noto'g'ri boshqarsangiz, haftaning oxirida yoki oy oxirida boya aytganimdek по-любому minusda chiqasiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik yangi treyderlarda ham, ancha vaqtdan beri ishlaydiganlarda ham bo'ladi. Hafta davomida yoki oy davomida yaxshi foyda qilishadi-da, oy oxirgi kunida yoki haftaning oxirgi kunida hamma foydani bitta qilib yo'qotib, zararga o'tib ketib qolishadi. Aynan shu narsa emotsiyaga berilishdan bo'ladi. Ya'ni odamda haddan ziyod duh oshib ketib qoladi, pozitsiyalarga nisbatan, analizga nisbatan, hafta davomida qildi, qarasa hammasi zo'r ketyapti, u kutgandek chiqyapti. U o'ziga uvernis qancha oshgan sari lotni kattalashtirishni boshlaydi.
уже lot kattalashtirishni boshladimi, emotsiyaga berilib savdo qilishni boshladimi, по-любому odam minusga qarab ketadi. Shuning uchun ham misol hafta davomida yaxshi foyda qilsangiz, aynan har kuni trade qilishingiz shart emas-da. Bir haftada siz misol planingiz $500 yoki $1000 bo'lsa, misol $500 siz hafta boshlanganda dushanba kuni urdingizmi, o'sha hafta trade qilmasangiz ham bo'ladi o'sha. Bozorda zo'r vaziyat kelsa ham trade qilmaslik kerak, просто dam olishingiz kerak. Уже keyingi haftadan уже yangi planingizga qarab harakat qilsangiz bo'ladi. Bekor o'sha hafta davomida agar siz trade qiladigan bo'lsangiz, qancha zarar qilib qo'ysangiz, o'sha zararni qoplash uchun yoki yana ham foydangiz ko'paysa, boya aytganimdek duh oshib, emotsiyaga berilib, kattaroq lotga kirishga boshlaysiz, уже balansingiz o'sha joydan boshlab minusga ketishga boshlaydi. Ya'ni azartga beriladi odam. Slishkim ko'p, samouverенность oshib ketgan paytda ham. Buni duxi kamligi ham zarar lekin. Ya'ni siz duxingiz qancha tushib ketib qolsa, siz analizingiz zo'r joyga kelganda pozitsiya ochadigan joydan pozitsiya ochmaysiz, o'tkazib yuborasiz, bozor yurib qo'yadi. Misol siz bay kirmoqchisiz, narx ko'tarilib bo'ldi. Qarasangiz, uverенsiz lekin. Shu ko'tarilib bo'lgan joydan bay olasangiz, narx o'shadan boshlab qaytishni boshlaydi. Bu narsa o'sha duxi kamligidan. Siz o'zi pastga kirishingiz kerak edi, analizga ishonmadingiz-da, pozitsiya ochmadingiz. O'shaning uchun ham duxi ham как бы уже minimum me'yorda ushlashga harakat qilishimiz kerak. Uni ko'pi ham, kami ham treyderga faqatgina zarar olib keladi. Profit qilish o'yinni bir qismi, himoyalash esa bu o'yinni davom ettirish. Ya'ni siz o'sha boy aytgandek bozorda qanchadir foyda qildingiz, o'zingizga yetarli foydani olib bo'ldingizmi, просто trade qilmaslik kerak, dam olish kerak. Tam do'stlar bilan, oila bilan, boshqa narsalarga chalg'ib, o'zingiz ustingizda ishlab, dars harakat qilish kerak. Ya'ni hayotingiz faqat tradedan iborat bo'lib qolmasligi kerak-da. Главныйsi shu. Hayotingiz faqatgina agarda tradedan iborat bo'lib qolsa, sizda уже over trading boshlanadi. Ya'ni slishkim ko'p trade qilishni boshlaysiz. Bu narsa ham qancha ko'p trade qilgan sari shuncha odam xato qilish ehtimoli ham o'sib boraveradi. Demak, buni oxiri ham yo minus bilan yoki-da slip bilan tugashi mumkin. Shuning uchun ham maksimal me'yorda kontrol ushlashga harakat qilishimiz kerak. Demak, shu joyda bitta xolisona o'zim maslahatimni berib ketmoqchiman sizlarga. Agarda sizda depozitingiz kam bo'ladigan bo'lsa, $100 yoki $500 bo'ladigan bo'lsa, siz maksimum qancha foyda olishingiz mumkin? Siz maksimum foyda olishingiz mumkin $100 full riskka qo'ygan holatda agar savdo qilsangiz, $200, $300 foyda olishingiz mumkin. Agarda sizda kattaroq maqsadlar bo'ladigan bo'lsa, kattaroq planlar bo'ladigan bo'lsa, sizga lutchi prop shot olib ishlashni tavsiya qilaman. Birinchidan, risk qoidalariga amal qilishingiz ancha oson bo'ladi, chunki sizda 10 ming yoki 15 ming, balki undan ham katta hisob raqam bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ancha azartingizni va nafsingizni boshqarishni o'rganasiz. Prop shotlar bo'yicha tepada video darsga qilganman, tepada link chiqib keladi, bemalol o'tib, ko'rib o'rgansangiz bo'ladi. Demak, bizning qoidalarimiz risk management quyidagi asosiy tamoyillarga asoslanadi. Birinchisi 1-2% qoidasi. Bu qanaqa bo'ladi? Har bitta siz ochayotgan pozitsiyangizda 1-2% kapitalni riskka qo'yishingiz kerak. Endi 1-2% deyilyapti. Bu qancha summaga nisbatan? Shu joyiga ko'pchilik tushunmay qoladi yoki qiynalib qolishadi. Siz 1-2% risk qilishingiz mumkin. Misol $10,000 yoki undan katta shot boshqaradigan bo'lsangiz. $10,000 hisob raqam yoki undan katta boshqarsangiz. Undan kam boshqaradigan bo'lsangiz, misol siz $500 yoki $1000 boshqaradigan bo'lsangiz, lekin bu 1-2% sizga juda ham kam. Chunki siz 1 ga 3 соотношениеda savdo qiladigan bo'lsangiz ham $10 riskka qo'yib turib $30 topasiz. Endi $30 ga bir xilla qoniqishi mumkin-da, menga yetadi, bu normalniy. Ular amal qilishi mumkin. Lekin ko'pchilik bizda bu summaga qoniqmaydi. Ya'ni $30 ga qoniqmaydi. Misol $30 dan siz 20 kunda ishlayotgan bo'lsangiz $600. Unda olib qarasak, davlat ichida yoki boshqa joyda ishlayotgan pulingizni shunaqa bilan topsangiz bo'ladi o'zi. Har kun trade qiladigan bo'lsangiz, lekin degan joy bor. Bizda har kuni ham take profit bo'lavermaydi. Har kuni ham biz kutgandek bozor yuravermaydi. Har kuni ham biz bozordan foydali chiqmaymiz. Shuni ham hisobga olishimiz kerak. Shuni hisobga olgan holda siz 1-2% dan riskingizni oshirishingizga to'g'ri keladi. Ya'ni siz risk qilishingiz mumkin 10 minggacha bo'lgan summalarda 1% dan 5% gacha maksimum общий savdolaringizga. Ya'ni har bitta сделкаga emas, siz общий misol 10 ta yoki 5 ta сделка qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha 5 tasini riski maksimum 5% gacha borishi mumkin. Atak undan oshirmaslik kerak. Bu o'sha 10 minggacha bo'lgan shotlar uchun. Sizda misol $1000 kapitalingiz bo'ladigan bo'lsa, agar siz valyutniy parada savdo qiladigan bo'lsangiz, 0.05 sizga idealniy lot. 0.05-0.06. Bu valyuta turiga qarab tushishi yoki ko'tarilishi mumkin. Chunki bir xil valyutalar bor, bilasizlar, sal kamroq yuradi. Ya'ni 100 pip yurganiga siz $100 foyda ola olmaysiz, noldan ochgan bo'lsangiz. $80 olasiz, $70 olasiz yoki undan ham kam bo'lishi mumkin. Yoki bir xil instrumentlar bor, undan ko'ra ko'proq beradi. Shu valyuta turiga qarab turib, siz o'rtacha 0.05 lot sizga standart lot hisoblanadi, aynan valyuta paralariga. Agar siz commodity, ya'ni yer qazilma boyliklarda ishlamoqchi bo'lsangiz, neft, tilla, kumush, gaz, shunga o'xshash narsalarda unda uje lotlaringiz ancha kichrayadi.
001, 002, maksimum holatda 003 gacha. Unda ham bitta emas, bo'lib, ya'ni 001 dan 3 ta yoki bitta 002, bitta 001. Shunga o'xshab bo'lib ochish kerak. И обязательно biza stop loss bilan trade qilishimiz kerak. Stop loss bizani har doim katta zararlardan himoya qilib qoladi. И traderda bo'lishi mumkin bo'lgan eng yomon holat bu trader stop loss olgan holati. И take profitni обязательно qo'yib ishlashimiz kerak. Nimaga? Bozor biz har doim kontrol qilib tura olmaymiz. Boshqa ishlar bilan, boshqa narsaga chalg'ib qolgan momentimizda narx biza kutgan joygacha o'sib turib, keyin qaytib ketishi ham mumkin. Siz o'sha joyga chiqqanda o'sha ko'rmay qoldingiz, pastga qaytganini ko'rdingiz. Misol siz $500 foydada ko'rmadingiz, $200 ga qaytganini ko'rdingiz. U odam 80% holatda trade o'sha сделкасini yopmaydi. Yana tepaga chiqishidan umid qiladi. Shuning uchun ham siz o'zingizga kerak joy belgiladingizmi, o'sha yerga tek qo'yib ishlashni o'rganish kerak. Risk nisbati eng kamida 1 ga 2, 1 ga 3 bo'lishi kerak. Обязательно. Siz misol $10 riskga qo'yapsizmi? Kamida take profitingiz yo 20 yo $30 da bo'lishi kerak. Lot hajmini обязательно stop lossga qarab turib belgilasak bo'ladi. Misol bizda kichkinaroq pip stop loss bo'ladigan bo'lsa, biz kattaroq lot bilan risk qilib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Raqamlar bizda hech qachon yolg'on gapirmaydi. Aytaylik, siz $1000 depozit boshqarasiz va har bitta savdoda siz 1% riskga qo'yasiz. Ya'ni $10 riskga qo'yib, har bitta сделкаga kirasiz. Va siz bunaqada siz maksimum 5 tagacha pozitsiya ochishingiz mumkin. Ya'ni har bitta сделкangizga 1% dan risk qiladigan bo'lsangiz, boya aytganimdek 5% gacha risk qilishingiz mumkin. Va sizda o'sha umumiy risklaringiz kulli $50 gacha bo'ladigan bo'lsa, 5 ta pozitsiyaga har bittasiga 1% dan otsangiz, pozitsiyalaringizni хотя бы 50%, ya'ni 3 tasi foydada yopilgan taqdirda ham siz bozordan normalniy pribulda chiqib ketasiz. Agarda сделкалаringiz хотя бы 1 ga 2 yoki 1 ga 3 соотношениеda ochilgan bo'lsa, 3 ta pozitsiyangiz o'sha foydada yopilsa, siz bozordan normalniy foydada chiqib ketasiz. Unaqa holatda siz qoniqishingiz mumkin qilayotgan foydangizga. Agarda sizda stop lossimiz 50 pips bo'ladigan bo'lsa, lot hajmi bizda 0.02 bo'ladi. Ya'ni agar biz 50 pip stop bilan pozitsiyaga kirayotgan bo'lsak, bizani ochadigan lotimiz 0.02, ya'ni zararimiz $10 gacha bo'lishi kerak. Agarda bizda riskimizni pipsi kamroq bo'lsa, misol 30 pip, 20 pip bo'ladigan bo'lsa, o'sha tabiiyki ochadigan lotimiz sekin-sekin kattalashib ketaveradi. Ya'ni boya men aytganim 0.05 lotda misolda aytgan bo'lsam, 0.05 lot bunaqa holatda 20 pip stop lossga teng bo'ladi. Ya'ni $10. Bu sizga bemalol trade qilishingizni beradi. Ya'ni emotsiyaga berilmaysiz. Sizda eng yomon holat nima bo'lishini aniq bilasiz. Ya'ni sizda eng yomon holat stop loss bo'lishi mumkin. Stop lossingiz bo'lsa bor yo'q $10. Siz uverenni o'tirib bemalol unaqa emotsiyaga berilmasdan savdo qilishingiz mumkin bo'ladi. Agarda siz bunaqa holatda har bitta сделкangizga misol katta lot kirib 0.05 yoki 0.07 misol uchun, lekin pipsini hisoblamasdan turib, riskka qaramasdan kirsangiz, unda juda ham emotsiyaga berilib, stress bilan savdo qilishingizga to'g'ri kelib qoladi. Bu esa sizni azartga kirib qolishingizga sababchi bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham обязательно hisoblash kerak, necha pip riskka qo'yasiz, necha dollar bo'ladi agar stop loss olsa va necha lot ochasiz. Hammasini oldindan hisoblab turib, sizning eng yomon holat nima bo'lishi mumkinligini bilib olib, keyin pozitsiya ochadigan bo'lsangiz, buni kontrol qilishingiz ancha osonlashadi. Eng ko'p uchraydigan treyderlarga xatolar. Birinchisi stop losssiz savdo qilish. Bu narsa 99% emas, 100% sizni slivga olib boradi. Bugun emas, ertaga emas, может, bir oydan keyin, lekin sizni aniq pozitsiyalaringiz qachondir sliv bilan tugaydi. Bu narsa fakt. Agar siz xoh 100 minglik depozit boshqaring, xoh 50 minglik, xoh millionlik depozit boshqaring, siz riskka qaramasdan stopsiz savdo qiladigan bo'lsangiz, по-любому bu narsaning oxiri sliv bilan tugaydi. Ikkinchisi all in, ya'ni hamma pulni riskka qo'yib, full marja qilib pozitsiya ochish. Bu narsa ham bozorda juda katta xato hisoblanadi. Qachonki siz hali o'zingiz stabilniy foydaga chiqa olmagan bo'lsangiz. Uchinchisi bizda over trading, ya'ni juda ham ko'p savdo qilish. Boya aytganimdek, qancha siz ko'p pozitsiya ochadigan bo'lsangiz, sizga xato qilish ehtimolingiz shuncha yuqorilashib ketaveradi. Iloji boricha o'shaning uchun ham savdolarni bizda soniga emas, sifatiga ko'proq e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni sifat deganda bizda o'sha riskka qarab turib, 1 ga 3 soatnashini idealni olib turib, pozitsiyani yopib chiqib ketish bozorda. Shu narsaga ko'proq e'tibor berishimiz kerak, kolичествосidan ko'ra. Cho'kayotgan odamga qutqaruv halqasi emas, suzishni o'rgatishimiz kerak. Risk management bu sizga har bitta cho'kishdan qutqaradigan halqa emas, bu sizni cho'kmaslikka o'rgatadigan vosita. Shuning uchun ham siz riskka amal qilib savdo qilishni boshlagan kuningizdan boshlab, o'sha сделкалаringizni ancha sifati va o'zingizni bemalol erkin tutib savdo qila olishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham hammaga shaxsiy o'zimning tavsiyam, iloji boricha risk managementga amal qilib savdo qilishni
tezroq o'rganinglar. Qachonki siz riskka amal qilib savdo qilishni boshlasangiz, keyin siz уже stabillashadigan va daromad qiladigan treyder bo'lasiz. Undan tashqari o'zingizga, oilangizga, do'stlaringizga vaqt ajratishni boshlaysiz. Qachonki siz mashinga, ya'ni risk menejmentga amal qilib savdo qilishni boshlasangiz, keyin siz уже profitable trader deb atashimiz mumkin bo'ladi. Bugungi darsimiz hammaga foydali bo'ldi deb o'ylayman. O'zingiz fikringizni обязательно kommentariyalarda yozib qoldiring va kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Hammaga omad.